bir munofiq kelib Hazrati Abu Bakrni haqorat qila boshladi. Noloyiq gaplarni gapira boshladi. Hazrati Abu Bakr indamasdan o'tiraverdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chehralarida tabassum va rozilikni alomati bor edi. Hazrati Abu Bakrni javob qaytarmasdan, indamasdan o'tirganiga. Keyin Hazrati Abu Bakr haqorat gaplar ko'payib ketgach, ba'zi bir gaplariga javob qaytardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turib chiqib ketdilar. Hazrati Abu Bakr darhol Rasulullohning ketlaridan yetib borib, "Ya Rasululloh, nega turib ketdingiz? Mendan xafamisiz?" deganda Rasululloh aytdilarki, "Sizga birov haqorat gapni gapirayotganda indamasdan sabr qildingiz, xursand edim. Chunki sizning nomingizdan bir farishta unga javob qaytarayotgan edi. Lekin siz u bilan teng bo'lishga harakat qilib javob qaytara boshladingiz, farishta ketdi, shayton keldi. O'rtaga shayton tushdi. Shayton endi davrani qizdiradi-da. Buni qonuni qaynatadi. Shayton bor joyda men o'tirmayman dedim, turib ketdim" dedilar.